Avval xabar berganimizdek, bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan o'tkazib kelinayotgan Ezgulik manzili aksiyasi Namangan viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida faoliyatini davom ettirmoqda. Uning doirasida Toshkent pediatriya tibbiyot instituti klinikasining tajribali mutaxassislari ehtiyojmand, kam ta'minlangan, og'ir sharoitga tushgan oilalardagi bemor bolalarda jarrohlik amaliyotlarini o'tkazmoqdalar. Ezgulik manzili aksiyasi doirasida Toshkent pediatriya tibbiyot instituti klinikasi jarrohlik, nevrologiya, urologiya, ortopediya, oftalmologiya, kardiojarrohlik, anesteziologiya sohalarining yetuk mutaxassislari murakkab tashxisli ko'plab o'g'il qizlarni chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazib, muolajalar belgilamoqdalar. Shuningdek, murakkab jarrohlik amaliyoti qo'llanishi kutilayotgan 100 nafar bolajonga operativ davo qo'llash boshlandi. Ta'kidlash joiz, aksiyani tashkillash, tibbiy ko'rik, tashxislash, jarrohlik muolajalari sarf xarajatlari bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan tibbiy dasturlarga ajratgan mablag' hisobidan amalga oshirilmoqda. Albatta, farzandi sog'lig'idan qayg'urib yurgan ota-onalar uchun bu xayrli tadbir ayni muddao bo'ldi. Ortiqcha mablag', vaqt sarflab poytaxtga borib o'tirmay, shu yerning o'zida jarrohlik amaliyotlari bajarilib, bolajonlarga shifo berilmoqda. Farzandim tug'ma o'ng buyrak nuqsoni bilan aniqlandi. O'tkazilayotgan mana shu aksiyada Toshkentdan kelgan doktorlarimiz operatsiya qilib berishdi. Hamma yo'g'i bepul, dori-darmon hamma yo'lni mashinan qilib berishyapti. Sarson bo'lib Toshkentlarda borganimda moddiy tomondan qiynalardim. Prezidentimizga ming rahmat. Mana shu tashkil qilganliklari uchun kelgan doktorlarimizga ham rahmat. Aksiya doirasida tug'ma nuqsonlarini tuzatish bo'yicha kichik va o'rta hajmli operatsiyalar, jumladan travmatik, urologik, suyak yemirilishi, burun bo'g'iz operatsiyalari, yengil ortopedik tuzatishlar, ko'z bilan bog'liq muammolar, katarakta, strabizm kabi jarrohlik amaliyotlari bajarildi. Uzoq muddatli davolanishni talab qiladigan bemor bolalarga shifokorlar tomonidan davolash rejalari ishlab chiqildi. Bu yerda juda ham ko'plab kasallarni ko'rdik. Juda ham murakkab tug'ma nuqsonlar va yo'ldosh kasalliklari bilan kasallarni ko'rdik va kechani o'zida ko'riboq amaliy yordamlarimizni boshladik. Bolalar buyrak tug'ma nuqsonlari, o'ng buyrak rivojlanishdan orqada qolish hamda buyrak toshlari, siydik yo'llari tug'ma nuqsonlari bilan bemorlarni ko'rdik va jarrohlik muolajasini o'sha zahotni o'zida boshladik. Bemorlarimiz hammasi bugunda o'zi yaxshi yurib, ovqatlanib, o'z holiga kelgan. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, tibbiy brigadalar tarkibida nafaqat mutaxassis shifokorlar, balki hamshiralar, bolalar psixologlari va ko'ngilli mutaxassislar ham faol ishtirok etishmoqda. Har bir bola bilan individual yondashuv asosida ishlanib, bemor bolajonlarning ota-onalari uchun psixologik qo'llab-quvvatlash xizmati ham yo'lga qo'yildi.